Do'stlar, respublikada eng arzon lekin sifati bo'yicha nomer 1 bo'lgan Namangandamiz. Muhiddin akami ko'pchilik taniydi do'stlar. Bugun Muhiddin akam bilan birgalikda videoni bombasini qilamiz. Muhiddin aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sog'ligingiz yaxshimi? Nima yangilik endi aka? Xalqqa bugun nima yangiliklar qilib beramiz? Ha, xudo xolasa, qo'limizdan kelgancha yangiliklarni qilib beramiz. Mana shu yangilik ishlarimiz bor. Akalar, 12 ta viloyatga bemalol darvoza o'rnatish xizmati bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Muhiddin akam ko'pchilik taniydi, anchadan beri ishlaymiz. Bundan tashqari qo'shni davlatlar ham murojaat qilsalar, kelishgan holatda narx-navosini chiroyli qilib beramiz. Nomerlar pastda. Videoga klass bosib, oxirigacha qo'yinglar, sizlar uchun juda ham foydali video bo'ladi. Ha, keyin. Ha, xudo xolasa. Xo'p, bu yangilikmi endi Muhiddin aka shunda? Ha, yangilik endi iloji boricha biz skromniy darvozalarni ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Chunki hozir klientlarimiz ham o'zi skromniy ishlardan talab qilishyapti. Bir qator ko'rsatsangiz, bir materiallar bilan nima ishlatganlarimizni batafsil tushuntiraveramiz. Ha. Fasonimiz high-tech fason. Mana shu yillik, yangilik fason desa ham bo'laveradi. Xudo xolasa. Hop, aka. Yaxshi ishlarimizdan. O'sha temir darvoza yo'llarni, o'sha listlarni ham yaqinlashtirib ko'rsatsangiz, endi birinchi o'rinda klientlarimiz uchun o'sha listi muhim. Listda 1.8 plyusovoy listlardan foydalanamiz. Xo'p, xo'p. Shu bular rossiyskiy deyiladi. Endi Qozog'iston bilan o'sha rossiyskiyni, ana Rossiyani qo'shma anaqalarda, listlarda, ha. Xudo xolasa 2 qavatli fasonlardan. Mana nerjaveykalari ham haliga ruchnoy ishlardan emas, haqiqiy zavod qilib qo'yilgan nerjaveykalardan. Ikkita yo'llari taglari обязательный shivellar bo'ladi. Listlari 2 qavat 1.8 plyusovoy bo'ladi. Hop, hop. Ya'ni oldi ko'rinishi shunaqa bo'lsa, orqa ko'rinishi tekis bo'ladi. Kraskalari mana glansviy, xudo xolasa ishonchli kraskalardan, devo kraskalardan. Do'stlar, Epa qismlarni zakazga qarab xohlasa klientlarimiz bekib qilib beramiz. Endi bu lazerli versiyamiz. Xudo xolasa haliga tavsiya qiladigan ishlarimizdan. Aha. Endi listlari, profillarda umuman uloq tushmaydigan ishlardan-da. Hamma joylarga o'zimizga ham haliga bezuloq, butun material bo'lganiga o'zimizga ham yoqadigan fasonlardan. Tavsiya qilamiz. Zamonlar ishonchli, shivellar, listlari, kraskalar, hamma narsasi ishonchli darvozalardan. Murojaat qilasizlar ekan. Puli qancha endi aka buni? Xo'p, 1 kvadrat metrni 1 million 400 ming so'mgacha chiqarib beryapmiz. 1 million 300 ming so'mdan 1 million 400 ming so'mgacha ikki xil versiyada qilib chiqarib beramiz. Aha. O'zimiz endi klientlarimiz o'zimizga aloqaga chiqsa batafsil tushuntirib o'taveramiz. O'z video davomida baribir ma'lumotlar ko'payib ketib qoladi, vaqtimiz ko'p ketib qoladi. Gap yo'q do'stlar, ikkilanmasdan murojaat qilaverasizlar. Xo'p, yonida ham yana bitta turibdi aka. Bunimiz qanaqa endi xalq uchun bitta ko'rsataylik. Bu ko'pchilik endi bilishadi. Buni yaqin 3 yil, 4 yildan beri qilib berayotgan ishlarimizda taroq fasonlardan. Bu ham o'sha temir darvoza, rossiyskiy listda bo'ladigan, yo'llari taglari shivellar bo'ladigan. Bu ham eng asosiysi butun materialda qilinadigan darvozalardan. Ya'ni profili ham mana ko'rib turgan listlaringiz ham bir dona uloq bo'lmaydi, hamma narsa butun materialdan ishlatiladi. Kraskalari devo kraska, zamolargacha ishonchli zamo. Kraskalari ham xudo xolasa kraskadan oldin ham gruntovkalargacha sepiladigan ishlardan. Puli qancha endi aka buni? Mahmudjon, buni 1 million ya'ni 1 million so'mdan boshlanadi. 1 qavatligi, 2 qavatligi 1 million 200 ming so'm, 1 million 250 ming so'mgacha tayyorlab beriladi. Mana qadrdonlar. Endi razmerga qarab, razmer kattaroq bo'lsa, 12 li shivellar, 14 li shivellar zakasiga qarab ketaveradi. Bitish muddati qanaqa bo'lyapti endi aka bularni? Xo'p, 1 oy 35 kun muddatga olyapmiz mana ruchnoy ishlarimizni. Endi shtampovka ishlarimiz ham bor, ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Bo'laveradi. Bular endi shtampovkaga qaraganda oz-moz ko'p vaqt oladigan ishlardan. Xo'p, keyingisi qaysi bir ishimiz endi aka? Mana high-tech fason shtampovkani ko'rsatib o'taylik. Hop. Bundan ham juda ko'p o'z zakazlarimiz bor. O'sha aytganimda salitniy bo'lgani yaxshi. Hozirgi talabga javob beradigan, hozirgi xonadonlarga fasadiga javob beradigan high-tech ishlarimizdan. Do'stlar, bitta ko'ringlar, o'zlari bahosini berasizlar, qadrdonlar. Tomonlar, tepa tomonlar akalar. Buni ham o'z vitrinaga ko'p, yana 2-3 xil boshqa ranglari ham bor edi. Biz buni hozir qora rangini olib chiqib qo'yganmiz. Nerjaveykalari ham qora, mokriy qora rangidan.
Xudo xolasa, travertinga juda zo'r tushadigan ranglardan. Ha, do'stlar, bemalol murojaat qilasizlar. Qanaqa endi aka buni narx-navosi? Buni eng asosiy materialni tushuntirib o'tay. 1.3 list. Mahmudjon 1.3 list. Zakazga buni ham yo'llarni, taglarni shivellar qilib beramiz. Endi hozir bu profilli versiyamiz. Tagini o'zini shivellar qilib berganmiz. Ha. Sotuvdagi ishlarimizdan zakazga обязательно shivellar, yoni ham, tagi ham shivellar, kraskasi ham, oldi ham, orqasi ham xuddi shu ko'rinishda bo'ladi, rangi, kraskasi. Buni ham 2 qavatgacha tayyorlab beradigan versiyamiz bor. O'sha kvadrat metrdan kelib chiqadi. 1 kvadrat metri 600 ming so'mdan boshlanadi. 1 million so'mgacha tayyorlab beramiz. 2 qavatli shumizolyatsiya qilib 1 million so'mgacha chiqarib beramiz. Zakazga qarab. Ha, do'stlar, kilomasdan telefon qilaverasizlar. Ranglari aytilgani bor, qadrdonlari, muammosi yo'q. Aloqaga chiqib olib ketaverasiz. Bular endi tezroq tayyor bo'lsa kerak aka. Xudo xolasa hozirgi kunda 16 kundan 20 kungacha olyapmiz. Ya'ni yo'l masofasiga qarab, o'zimiz vodiy ichiga bo'lsa 16 kunga. Agar Samarqand, Buxoro, yo'q, Voha tomonlar bo'ladigan bo'lsa 20 kungacha zaddeshka bilan olyapmiz. Tamam, do'stlar, bemalol murojaat qilaverasizlar. Keyingisi endi qaysi ishimiz bor? Keyingisi mana shu yondagi ishlarni davom ettirib ketaveramiz. Qadrdonlar, yana bitta ishimiz, bitta ko'ylar, o'zingizlar akalar. O'zingizlar bitta bahosini berasizlar. Bu ham yangilik ishlardan shekilligan Muhammad aka. Oldingi videolarimizni ham bir ko'rsatib o'tganmiz. Aha. Juda ko'p zakasini olayotgan ishlarimizdan. Hop. Bu ham o'sha eng oxirgi model yangiliklardan. Ya'ni skromniy, salatniy. Ha, do'stlar. Eng asosiysi materiali. Bunga ketgan material oddiyroq darvozadan ikkita qo'rsak bo'ladi. Lekin materialni ayamaganmiz. Do'stlar, bemalol telefon qilaverasizlar. Materiallari qanaqa endi aka? Yon tomonlari ham mana shivellar ekan. Ikkita yoni tagi 12 li shivellar, listada 2 li lista bo'lgan, 2 qavat. Hop. Kraskasi devo kraska и zobir zamu, hattoki stokalargacha brus profildan foydalaniladi. Bu ham razmerga qarab, mana 4 metrli 380 razmer bo'ladigan bo'lsa, mana qaddenli kalatkalar ham chiqarib beriladi. Razmer ustkiroq, kichikroq bo'ladigan bo'lsa, ini tomoni o'rtaga ham, chekkaga ham olib bersa bo'ladi qanotni ichiga. Buni ham har xil versiyalarimiz bor. Tepa qismini ham ko'rsatib o'tsangiz, bu bek qismi. Zakaz asosida buni ham lazer qilib tayyorlab beryapmiz. Gap yo'q aka. Xudo xolasa eng ishonchli materiallardan bo'ladi. Pulichi endi buni aka. Xalq uchun, like bosganlar uchun arzonroq qilib. Mahmudjon buni 1 kvadrat metrini 1 million 450 ming so'mdan chiqarib beramiz. 1 million 450 ming. Buni ham 50 ming so'm, 100 ming so'm mo'ljalimizdan sal arzonroq qilib aytyapman hozir. Xudo xolasa kimga kerak bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqsa, yana batafsil boshqa versiyalari ham bor. Men rasmlarni tashlab beraman, ko'rsatib o'tamiz, xudo xolasa. Ishonchli darvoza tavsiya qilaman. Gap yo'q do'stlar, bemalol murojaat qilib aloqaga chiqib ketaverasizlar. Qadrdonlar, yana bitta ishni ko'ringlarchi, mana sizlarga shtampovkani akalarim. Boshqacha variantida mana. Aka, endi bu ishimiz qanaqa bo'ldi, Muhdin aka? Shtampovka ishlarimiz Dubay fason deb nomlanadi. Hop. Bir qator ko'rsatib olsangiz, materialga ham to'xtalib o'tamiz. Ha, do'stlar, Dubay fason qancha kerak sizlarga? Bosoradigan joy. Buni ham Mahmudjon 2 xilimiz bor hozir. Buni ham ko'rsatib o'taman, ikkinchi xilini ham. Bu 2 xil kombinatsiyada, ya'ni mokriy asfalt rangi, standart rangda, nerjevekalar bilan shu kombinatsiya qilgan ishimizdan. Buni ham o'sha zakazga ikkita yon taglari shivellar, listlarni 1.3 list, zamolargacha high-tech zamon, hattoki mana shu ruchkalargacha ham nerjevekani qo'yib beryapmiz. Xudo xolasa bu ham tavsiya qilyapmiz. Hozirgi kunda zakazlarimiz juda ko'p bu fasondan ham. Chunki hozirgi haligi tipdagi bo'lgan uylarga ham juda mos tushadi mana nerjevekalar bilan. Kombinatsiya shunga haligi travertin, ko'p travertin bo'lib ketdi, sokullar ham granit bo'lib ketdi. O'shanga ham juda mos tushadi mana fasonlarimiz. Xudo xolasa buni ham tavsiya qilamiz. Eng asosiysi hamyonbop ishlarimizdan. Hop. Xudo xolasa kelishtirib beramiz narx-navosini ham. Do'stlar, bemalol kelaverasizlar. Qanaqa endi aka buni narx-navosi? Mahmudjon 1 kvadrat metr 650 ming so'mdan 750 ming so'mgacha chiqarib beryapmiz zakaz ishini. Ya'ni arzon ishlari bor, 500 ming so'mliklari ham bo'ladi, lekin tavsiya qilmaymiz. Tavsiya qiladiganlarimiz o'sha 650 ming so'mdan
700 ming so'm, 750 ming so'mgacha zakaz ishlarini chiqarib beryapmiz. Xudo xolasa, garantiyali ishlar bo'ladi. Bo'laveradi. Eng asosiysi garantiyali. Akalar murojaat qilaverasizlar. Xohlaslar shu rangi bor. Xohlaslar istalgan rangda qilib beradi. Xudo xolasa yana bitta rangi bor, uni ham ko'rsatib o'tamiz. Bo'laveradi. Qadrdonlar, endi bunisini ko'ringlar. Muhsin aka, buni kraskalari yomg'ir, qor, quyosh nuri Yo'q, Xudo chidamligi behijolat aka. Chidamliligiga Xudo xolasa garantiya beramiz. Lekin baribir darvozaxonaga o'rnatganimizdagi usti yopiq bo'ladi, Mahmudjon. Ya'ni yomg'ir umuman tushmaydi darvozaga. Chunki biz ochiq joylarga ham o'rnatib beryapmiz. Birinchi o'rinda tavsiya qiladiganimiz darvozaning ustini yopishni maslahat beramiz. Chunki ming toza kraska bo'lgan taqdirda ham yomg'ir suvi ishqorli bo'ladi. Shuni hisobiga ham manaqa joylari, ya'ni past qismlari zanglab qolish ehtimoli bo'lishi mumkin. Yomg'ir suvida. Lekin Xudo xolasa shu suv tushgan joylarni ham bir qator uy egalari baribir darvoza faloncha pulga olib turib qarovsiz qolib ketadigan bo'lsa, unda bo'lmaydi. To'g'ri aytyapsiz aka. Hamma narsaga ham qarov kerak. Bu darvozani ham bir haftada yo bo'lmasa bir 10 kunda bir yuvib, chiroyli tozalab turiladigan bo'lsa, Xudo xolasa xizmatini qilaveradi. Eng asosiysi listi, Mahmudjon, ikkinchi o'rinda korobkasi hisoblanadi, uchinchi o'rinda kraskasi hisoblanadi. Hop. Temiri qalinroq, yonlorlari, taglari shiveldir bo'lib, kraskasini ham o'sha gruntovka yo bo'lmasa boshqa xil tozaroq kraskalarimiz bor. Kelishuv asosida agar Xudo xolasa zakaz qilinadigan bo'lsa, xizmatiga biz kafolat beramiz. Necha puldan qilib berasiz endi aka buni? 700 ming so'mdan zakaz ishlarini qilib beryapmiz. 750 ming so'mgacha chiqadi. Chunki 50 ming so'm nima deyishingiz mumkin? Shu kraskalarda, ozgina metallarda, ozgina qimmatroq materiallar ishlatilgan hisobiga 50 ming so'm, 60 ming so'm nari berib bo'lishi mumkin. Xudo xolasa kelishtirib qilib beramiz. Avvalambor o'sha klientlarimiz yoqtirishsa, yo'g'ini surugini kelishib olsa bo'ldi. Xudo xolasa borib o'rnatib beraveramiz. Do'stlar, bemalol murojaat qilasizlar. Aytilgandek, istalgan rangda qilib beramiz. Muammosi telefon qilinglar. Yana bitta trenddagi darvozalardan akalar. Hech bu trendda hech kimga bo'shat bermayapti. Bitta ko'ringlar. Muhsin aka. Bu trenddagi 12 ta viloyatga yoqaveradigan darvoza, jigarlar bosib yuboradigan joy, telefon qilaverasizlar. Qani, ketdik endi buni ma'lumotlari qanaqa aka? Mahmudjon, 1 million 250 ming so'm, 1 million 300 ming so'mgacha chiqarib beradigan ishimiz shu bo'ladi. Chunki arzonlari ham bo'ladi 1 million so'm, 1 million 50 ming so'm. Bu qanaqa desangiz materialida, ya'ni ichidagi qovurg'alargacha farqi bo'ladi, stenkalarigacha, shivellargacha, kraskalargacha farqi bo'ladi. Xo'p. Yaqinroqdan ko'rsatsangiz, mana kraskani Xudo xolasa neobычный qilib tayyorlangan. Ishonchli kraskalardan. O'tda ruchkalari ham shu nerjivekali. Endi kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, buni yopishtirib beriladi. Ko'pchilik xohladi, ko'pchilik xohlamaydi. Endi aka. Yana bitta narsa. Srochniy razmeri manchaga mancha, tayyor darvoza kerak 2-3 kunda o'rnatasiz. Listovoymi yoki shtampovkami deganlarga ham imkoni bormi aka? Xudo xolasa imkonini qilib beramiz. Yo'q, qilib beramiz, Chunki bizga juda ko'pchilik misol 3,5 metrga 4 metrlik kerak deyishadi. Mana shu. Misol 370 ga 4 metrlik razmer. Menga shundan kerak deb ba'zilar bu fasonni yoqtiradi, ba'zilar yoqtirmaydi. Ba'zilarga kalit kelsa, chap tomonni to'g'ri kelgan bo'lishi mumkin. Bizda 10 tomondagi bo'lib qoladi. O'shnaqa jarayon bo'lib qolganda, Xudo xolasa, surugini qisqartirib, chiroyli tayyorlab beramiz. Chunki bir oyga olayotgan ishimizni 20 kun, 18 kunda tayyorlab beramiz. Imkoni bor. Chunki eshigi yo bo'lmasa ozgina rangi o'zgarib qoladigan bo'lsa, buni biz to'g'irlab jo'natishga imkoni bo'ladi. Tushunarli. Aloqaga chiqsin, Xudo xolasa, klientlarimiz chiroyli tayyorlab beriladi. Bu ham bizdan aka? Bu ham o'zimizdan, Xudo xolasa, neobычныйroq qilib tayyorlaganmiz. Mana buni keyin tushuntirib o'taman, bir qator ko'rsatib olsangiz. Hop. Bitta ko'rib o'zingizlar bahosini berasizlar. Akalar, tepalarini ham bitta ko'ringlar. Hop, shtampovkami endi shunda bu aka? Mahmudjon, shtampovka. Ko'pchilik buni listli ruchnoy darvoza deb o'ylashyapti. Bu shtampovkaning gibrid versiyasi. Ya'ni ozgina mana bu taroq fasonli materiallardan ishlangan. Shtampovka ishdagi. Xudo xolasa, bu ham zakazga tayyorlab beryapmiz. Shu materiallar 1-3 bo'ladi, listlari. Hop. Yonlorlari, taglari shiveldir, kraskalari gruntovkali, orqasi ham oldidagi tevo kraska bo'ladi. Qadrdonlar, bemalol kelaverasizlar.
bosib ketaverasizlar. Bu qanaqa endi aka? Xudo xohlasa narxini Mahmudjon 850 ming so'mdan chiqarib beryapmiz. 850 ming. Ha, materiali o'shanga yarasha bo'ladi. Ya'ni gibrid, listli temir darvozani materiali ham ishlaydi, shtampovka ishlarni materiali ham ishlaydi. Tamam. Jigarlar, ikkilanmasdan telefon qilaverasizlar. Ana sizlarga bemalol aloqaga chiqinglar. Xo'p, do'stlar, yana bitta darvozamizni ko'ringlar. Niyat qilganlar klass bosib qo'yish esdan chiqmasin akalar. Polni xalardonlar. Bu ham o'zgarishi, o'zini ishqibozi bor akalar. Bunimiz qanaqa endi Muhdim aka? Mahmudjon, bu ham shtampovka ishlarimizda mehnatidan qochilmagan ishlardan. Ha. Ya'ni ozgina qo'shimcha mehnatlarimiz bor. Xudo xohlasa. O'shanga yarasha chiroyli ham chiqqan ishlarimizda. Mana shu qo'shimchalarimiz, lazer qismlarimiz divayno bo'lgan. Hop. Ham bitta arka bo'lib turib, TVSga ham отдельный lazer leslardan foydalanadi. Ha. Xudo xohlasa bu ham hozirgi kunda juda ko'p zakasini olyapmiz, chunki kombinatsiyali ishlardan ozgina bir yangilik qilmasa ham bo'lmayapti. Aha. Bir xil ish bo'lib qolmaganlik hisobiga ozgina shunaqa qo'shimcha ishlardan foydalanamiz. Endi kimga ma'qul kelsa, bu narsalarning hammasi biz tavsiya qiladigan versiyalarimiz. Bu fasonni ham 4 xil, 5 xil usulda tayyorlasa bo'ladi. Ha. Nerjivekalari ham qalin nerjiveka, ruchkalargacha nerjiveka bo'ladi. Hattoki mana shu kichkina detallar uchun ko'pchilik buni yaxshi nima qilmaydi. Lekin mana shu narsa ham qo'shimcha mehnat bo'ladi, qo'shimcha mablag' bo'ladi. Ha. Xudo xohlasa buni ham o'sha me'yorda qilib 100% tayyorlab beriladi. Narxi qanaqa endi aka buni? 1 kvadrat metrni zakazga 700 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. Ya'ni shu aytayotgan kvadratim ichida shvellari ham, listi ham qalin bo'ladi, kraskasi ham devo kraska, zamonlargacha zo'bir bo'ladi. Aha. Eng asosiysi 12 ta viloyatga dastavkasi shu aytayotgan narxim ichida bo'ladi. Tamam do'stlar, bemalol murojaat Ya'ni qilaverasiz. 10 kvadrat bo'lsa 7 million so'm, biz Andijonga ham 7 million so'm, Samarqandga ham 700 ming so'm. Gap yo'q. Qadrdonlar, bitta ko'ringlar mana sizlarga yana bitta darvozamiz. Akalarim, niyat qilganlar bitta klass bosib qo'yish esdan chiqmasin. Aka, qanaqa endi bu darvozamiz? Bu ham shu shtampovka radiator fason deb nomlandi endi bu fasonni. Xudo xohlasa bu ham shu salatni ishlarimizdan. Bir qator ko'rsatsangiz materialga bir to'xtalib o'taveramiz. Ana do'stlar. Tepa qismlar bilan ko'rsating, lazer qismlari ham o'ziga yarashgan shu radiator fasonni sal ustkiroq. Ha. Shu uzun listida kombinatsiya qilishga harakat qilganmiz. Xudo xohlasa hamma narsasi o'z joyida bo'lgan fasollarimizdan. Mana do'stlar, murojaat qilinglar. Xo'p, puli qanaqa endi aka buni? Hop, shtampovka ishlarimiz o'sha zakazga 650 ming so'mdan 750 ming so'mgacha tayyorlab beryapmiz. Hop. Bu ham o'sha zakazga qarab. Ya'ni 650 ming so'mdan 750 ming so'mligi materiali, xizmat hamma narsasi bir xil bo'ladi. Ha. Endi razmeri kattaroq bo'ladigan bo'lsa, biz tavsiya qilamiz обязательно shvelder listlarini qalin, zamolarni tozalashdan tavsiya qilamiz. Hattoki ochilib yopiladigan oshiq-moshiq, ya'ni sharnir qismlarini ham pachenniga qilib tayyorlab beramiz. Ha. Tushunarli do'stlar. Bitish muddati qanaqa bo'lyapti? 20 kunga olyapmiz Mahmudjon, 20 Alloh xohlasa. Hozirgi kunda juda yaxshi. Tamam do'stlar. Yonidagi ham bir yangilik qadrdonlar sizlarga ko'ringlar bitta. Shtampovkaga qiziqqanlar. Bu ham shtampovka ishlarimizni ozmoz. Shu shtampovka ishlarini bir 100 xildan oshiq turi bor-da Mahmudjon. Har bittasini ko'rsatadigan bo'lsa, biz 1 soatda ham videoyimiz tugamaydi. Aha. O'shanga hozirgi kunda eng trenddagi bo'lganlarni, yangiliklarni, eng asosiysi yangiliklarni ko'rsatishga harakat qildim. Xudo xohlasa, kimga ma'qul keladigan bo'lsa, aloqaga chiqsa, men uzun batafsil tushuntirib o'tayeraman. Materiallargacha, ko'rinish fasollarigacha. Gap yo'q aka. Qanaqa endi ishlardan. Hop, materiallar qanaqa endi buningiz? Materiali zakasiga shu aytganimda ikkita yon taglari shvellari bo'ladi, lislari bir uchi bo'ladi, eng asosiysi kraska. Devo kraska, zubr zamolardan foydalanamiz. Ana do'stlar, bemalol kelaverasiz. Zubr zamolardan foydalangan holatda mana. Akalar. Necha pul endi aka buning narxi? Mahmudjon 650 ming so'mdan 700 ming so'mgacha fason, xudo xohlasa. 650 mingdan. Sal arzonroq qilib aytayapman. Kimga eliga misol kerak bo'ladigan bo'lsa, olishadigan odamlar razmerlardan kelib chiqib, laqtaga bo'ladigan bo'lsa, xudo xohlasa qo'limizdan kelgancha kamaytirib berishga harakat qilamiz narxidan.
Tushunarli. Ha, do'stlar, bemalol murojaat qilasizlar. Akalar, shtampovka, listovoy, xullas hammasidan ko'rsatdik. Muhitdin aka, endi oldindan to'lov zaklatlar qanaqa bo'lyapti aka? Oldindan to'lov endi zakolat nomi bilan zakolat. Aha. Buncha ber deb bo'lmaydi Mahmudjon. Hop. Endi kelishilgan summa, misol 10 millionlik darvoza bo'ladigan bo'lsa, imkoniyatlarga qarab, 2 millionmi, 3 millionmi, shuncha bering deyilmaydi. Ha. Xudo xolasa endi biz 30 milliongacha o'zir qo'limiz zakasimiz bor. Bitta darvoza o'z seximizda ham yotibdi. Keyingi, xudo xolasa keyingi videolarda ko'rsatamiz. Tamam. Tayyor bo'lib qoladi. 35 million, 40 milliongacha bitta darvozani o'zi. Ha. Endi zakolatini uncha ber, buncha ber deyilmaydi. Endi qancha ko'p bo'lsa bizga ham o'shancha yaxshi, avvalambor. Tushunarli. Chunki 30 millionlik darvozadan o'zi 10-15 zakaz olib bo'lsa, bu degani 300 million, 400 million pul kirib ketib qoladi. O'shani hisobiga zakolat qancha ko'p bo'lsa bizga ham shuncha yaxshi bo'ladi. Keyin o'tgan safar maloshni darvoza ko'rsatdik. Bu safar nima? Sotib olishdimi? Sotilib ketdi. Agar uni ham keyingi videolarda ko'rsatib o'tamiz, uni ham bir ko'rsatib o'tsangiz yaxshi bo'ladi. Bo'laveradi. Men rasmini do'stlar ekranga qo'yib qo'yaman. Narx qanaqa edi aka uni? 8 ming so'mgacha tayyorlab beryapman. Hozir ham bir 8 ta, 9 ta zakasimiz bor. Boshlangan o'zi ish jarayonida 9 ta. Именно maloshni ishimizdan. Gap yo'q. Endi uni videoda oldingi videolarimizda ham aytganimda kraskasi toza kraska bo'ladi. O'shani qisib g'oz-moz qimmat chiqadi. Toza degan ham qanaqa? Firmenniy rossiyskiy kraska bo'ladi. Gap yo'q. Yaroslavskiy. Aka, ma'lumotlar uchun katta rahmat. Mahmudjon kanalidan siz narx-navoni yana ham chiroyli qilib berasiz. Xudo xolasa, kelishtirib, imkoniyat darajasida qo'ldan kelgancha kelishtirib beramiz. Do'stlar, yaqinlarga videoni jo'natib qo'yish esdan chiqmasin, kanallarga obuna bo'ling. Niyat qilganlar bitta klass bosib qo'yish esdan chiqmasin. Nomerlar pastda bemalol 12 viloyatdan zakaz qilaverasiz. Sog' bo'linglar.